Birodar, har bir narsani belgilangan vaqtda bor ekanligiga ishongin. Qaytaramiz. Har bir narsani belgilangan vaqtda bor ekanligiga ishongin. Chunki ana shu senga kelish kerak bo'lgan vaqti bo'lmay turib, sen shu narsaga loyiq bo'lmasdan turib shu narsani talab qilaversang, o'sha talab qilayotgan narsangdan mahrum bo'lishlik seni jazoing bo'ladi. Man talaba shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Yoshlar, kim bir narsani hali uning vaqti bo'lmasdan turib talab qilsa, shu narsadan mahrum bo'lishlik bilan jazolanadi. Yosh turib mashg'ullikni istamanglar. Yosh turib katta pulni quvmanglar. Yosh bo'lib turib katta mansabni qidirmanglar, chunki loyiq bo'lgan kuningiz Alloh taolo mansabni ham, mashg'ullikni ham, pulni ham beradi, o'zi xohlagan kunda.